Qandli diabetdan xalos bo'lgan navbatdagi bemorimiz Asakadan tashrif buyurdi. Abbosbek aka, hozir Abbosbek aka bilan operatsiyadan 3 oy o'tgandan keyin qayta ko'rishyapmiz. Abbosbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shavkatbek, yaxshimisiz? Charchamang, rahmat. Salomatliklar joyida aka. Rahmat. Abbosbek aka, men sizni yaxshi bilaman. Endi keling, bizni kuzatuvchilar ham bilib olsin. Abbosbek aka, qayerdansiz? Men Asakadan keldim. Asakada shu sihatni eshitib, YouTube'larda kuzatib borardim. Shu davosi yo'q deb bilardim men ham sahar kasalligini. Shu YouTube'larda ko'rib, keyin men ham keldim. Mana sizga uchradim Shavkatbek. Keyin operatsiya qildirib, hamma kilo vaznlarim to'g'ri keldi. Shundan keyin hamma yo'g'im tekshiruvdan o'tgandan keyin operatsiya qilib, mana Xudoga shukr 3 oydan keyin mana sahar umuman yo'qib ketdi menda. Xudoimga shukr. Endi sizlar sababchi Alloh shifo berdi. Endi hozir mana 3 oylik ko'ribga keldim. Sahar 5-1 zo'r yo'q degani bu. Avval necha yuradi sahar? Avval 12, 14 gacha chiqqan, 15, 14 da operatsiyaga kirdim. Shu bilan operatsiyadan chiqqandan keyin o'lchagandan keyin 4.1 chiqdimikin? 4.1 chiqdi. Keyin mana hozir 3 oydan keyin tekshiruvga keldim. Saharim mana 5.1. Ko'rsatkichlarim zo'r. O'zim mana yengil, mana ko'pchilik ishxonada yashaydilarni ham ko'ryapti, tanimay qolyapti. Oldin juda ham semiz edim. 120 kilo, 25 kiloda ochiq edi vazn. Hozir mana zo'r holatim, mana ko'rib turibsizlar. Yengil, manekendaqa yengil o'zim zo'rman, Xudoga shukr. Yaxshi, rahmat sizlarga ham, Ulug'bek aka, Akrom aka, Shavkat aka. Ko'z tegmasin. Mazza qilyapman. Allohga shukr. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, Abbosbek aka qandli diabetdan xalos bo'ldi. Qonda qon miqdori 5.1. 3 oylik ko'rsatkich glikogenik gemoglobin 5.6 chiqyapti. Bu ideal ko'rsatkich hisoblanadi va o'zini his qilayotgani va o'zida holatlarni aytib berdi. Agar sizlarda ham qandli diabet ikkinchi tipi bor bo'lsa, bizga murojaat eting. Qon tahlillari to'g'ri kelsa, yoshingiz to'g'ri kelsa va kilogramm va bo'y indeksi to'g'ri keladigan bo'lsa, sizga yordam beramiz. Hozirgi kunda tibbiyot yutuqlari, tibbiyotdagi yangi izlanishlar qandli diabet ikkinchi tipini davolash imkoniyatini beryapti. Bu yangilik va bu narsa faqat O'zbekistonda, biz Andijonda emas, boshqa viloyatlarda ham amalga oshirishni boshladi. Hatto dunyo miqyosida ham Turkiya, Ozarbayjon, Germaniya kabi oldi davlatlarda ham 10-12 yildan beri amalga oshirilyapti. Shuning uchun asoratlar ko'paymasidan, diabet sizni yiqitmasidan bizga murojaat eting. Hammaga salomatlik tilab qolamiz. Xayr, sog' bo'linglar.